İlk yaşar qo'chqorlarimiz, hurmatli obunachilar. Ikkalasini bir joyga 11 million so'm so'rayapti mana akamiz, xudo bo'lsa. Egalaridan 12 bo'lsa deb beramiz ya. İlk yaşarlardan. Assalomu mana do'stlar. Qayerda qo'chqorlar aka? Stalinlik ha. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, obunachilarimiz. Kanalga obuna bo'lamiz, yangi kanalimiz do'stlar, xudo xolasa katta kanalimizga katta mollarni qo'ydik. Xudo xolasa kirib ko'rib obuna tomosha qilamiz do'stlar. Bu kanalimizda ham katta nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa Ittihom Metanjaro bozorda sizlardan so'ragandik. Ko'pchilik akalarimiz katta nomer qo'ying deganlar bo'ldi. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Xudo xolasa 2000 mi, 5000, 10 mi qo'ldan kelgancha ehson qilasiz degan umiddamiz do'stlar. Xudo xolasa kimga bor topshiramiz, kimga nima olib beramiz? Qiynalgan oilalarga do'stlar. O'zbekistonda qiynalgan oilalar ko'p, o'zingiz bilasizlar. Videolarni chiqarib boramiz, qancha pul tushdi hammasini aytib boramiz. Layklarni bosib qo'yib turamiz videolarimiz sizlar uchun. Yosh qo'zchalarimizda mana ikkitasi qo'chqor, ikkitasi urg'ochi ekan. Qancha bo'lyapti bular? Bularni bir joyga 14, mana ikkovini 14 dan so'rayapti. 1 million 400 dan so'rayapti. Bular 1 million 300 dan so'rayapti, urg'ochi ekan bular do'stlar. O'zi qancha bo'lyapti? O'zim bularni 15 dan bo'lsa beraman. 1,5. Ha, bu ikkovini 14 dan bo'lsa beraman. 1 million 400 dan. Bo'lsa kelishtiramiz ya do'stlar. 1 million 400, 1 million 200 so'ralgan ha? 1 million 200 so'ralgan. Ha, ikkitasi qo'chqor. Qolgani urg'ochi. Ha, 2 oylik deyilyapti. Qolgani qancha deyapsiz? 2 dan deyapti. Bir joyga. Nechidan? 2 milliondan. 2 milliondan bir joyga. Ayrosa gaplashamiz. Urg'ochi qo'chqor aralash. Qancha so'rab bo'lsa? Katta kichigiga. Ular bir joyda 16 dan so'rayapti. Ha, bir joyga 1 million 600 dan so'rayapti. Mana do'stlar. Ikkitasi qo'chqor, bu yoq urg'ochi deyapti. 2 million 200 mana dumbachalar ajoyib qo'chqorchamiz do'stlar. Qancha so'rayapti buni bozor? 1 million 800 so'rayapti. Bular-chi? Ular ham qo'chqor ekan. Ular ham qo'chqor. Ular-chi? Ularni ham shu so'rayapti. Aha, 1 million 800. Ularga 2 million deyapti. Qo'chqorchi ekan bular ham mana. Nech pul so'radi bular? Qarang, mana uni mana to'rtalasi 7 million so'rayapti. To'rttasi 7 million. Bundan tashqari ha. Mana shu to'rtdan 7 million so'rayapti. Hammasi qo'chqorchi ekan. Kelishtirib beramiz ha. Kelishtirib beramiz. Yana qo'chqorchalarimizdan bugun o'zi qo'chqorlar ko'p pishgan do'stlar, 2 oylik deyilyapti bular. 2,5 milliondan. Egalardan 2,5 milliondan aytilyapti. Hozir qancha so'radi aka? 2 million. Ha, 2 milliongacha so'ralyapti bir joyga. Qo'chqorchalar. Ha, 23 qilyapti. egalarda 3 milliondan aytilyapti. Yanvar oyida tug'ilgan qo'chqorlar deyilyapti. Bu yerda 5 ta bor. 5 ta, 6 mo'ljayda. Ha, hayır, sen kechari ko'raylik. Aka, qaytarib qo'ying, nech pul so'rasiz? Nech pul so'rayapsiz? 23,5. 23,5. 23,5 dan boshqa joyga bitta joyga. Bitta joyga. 2 million 200 bir joyga. Egalardan 3 milliondan aytilyapti. O'zimiz joydan qo'ylar, sho'rchada. Sho'rchaniki ha? Endi shu bir joyga. Albatta 3 million kami bor. 2 million 200 dan bir joyga so'rayapti. Katta qo'chqorlarimizdan do'stlar. 2 yashar deyilyapti. Savdo bo'lyapti. Qancha so'rak? 5 million 450. 5 million 450 so'rayapti. Qaysi kanal boshliq? Bozor so'rayapti. Qaysi kanal? Bir buloq o'zga. Aka o'zi qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 8. Egalardan 8 million aytilyapti. Bugun qo'chqorlar ko'p pishgan aytib o'tganimizdek, mana sizga bir yashirda ochgan ajoyib qo'chqorlarimiz yana 7 milliondan 14 million. Bozor qancha so'radi? 5,5 so'rayapti. 5 million 500 dan bozor so'rayapti. Ajoyib qo'chqorlarimiz.
Kelishtirib beramiz aka. Hayat qo'shqonlar. Chiroyli qo'shqonlar. Oxir odamga ham barakasini bersin. Rahmat. Bolali qo'ylardan do'stlar, sizlarga ikkinchi bolasi mana. Bolasi urg'ochmi? Bolasi urg'och ekan. Mana do'stlar, xudo olsin. Ko'ryal aytilyapti. Men 6 million. 6 million aytyapsiz, ko'ryapti. 4 million 500. Bozor so'rayapti do'stlar. 6 million so'm egaladi aytilyapti. Ona bola qo'yiladi. Boshqa akachalarimiz ham bor ekan. Hammasi adil ekan, urg'ochi. Nechta bo'lgan bu? 2 million, nechta bo'lgan? 3 bo'lgan, 2 million bozor qancha so'radi? Bozor 13 so'rayapti. 1 million 200 bozor so'rayapti. Mana shu ichkinisi. Akacha qancha deyapsiz? Akatam 1 million dedi, uni 8 ming so'radi. 8 so'rayapti. Nima aytyapsiz? Quloqchani Ötüyor 8 ming so'rayapti. Berildi. E'tibor qilamiz do'stlar mana sizlarga. Ichkilardan. Ona bola ichkilardan do'stlar mana. 3-chi bolasi takacha ekan, bolasi kattagan ekan bolasi. Qancha deyapsiz aka buni? 2600 Ha? 2,5 million egalardan 2 million 600 ga bozor so'rayapti. Ona bola ichkilardan bolasi takacha ekan, bolasi katta ekan. Chiroyli qo'chqorlarimizda yana davom etamiz do'stlar. Bo'lsa mana. Qayerda qo'chqorlar aka? Chiroyli-ku. Qancha deyapsiz? Hayır, qancha deyapsiz? 4 kilo 4 million kammi? 30 dan bozor so'rayapti. 4 dan. Ha, bozor qancha? 30 dan so'rayapti. 2 million so'rayapmiz. 2 million dan bozor so'rayapti ekan do'stlar. Qo'chqorlarimiz. Chiroyli deyilyapti. Sog'liqcha. Olinganlardan hurmatli obunachilar, sog'liq uylarimiz yakka 3 million 450 dan bir joyga savdo qilgan. Qayerga ketgan bo'lsa? Olinganlarda bor. Do'stlar taxminan egalari yo'q ekan. Shu yerda opalarimiz aytishyapti. 3 million 450 dan bir joyga baraka bo'lgan bo'ladi. O'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. 2 million 350 ga olibdi do'stlar, urg'ochi, qo'ygan, yakka bo'lmoq. O'zini yomon. Egasini Baraka olibdi 2 million 350 ga. Bular qanchadan oldi? Bular 7 million bo'ldi ishlar qo'shlar. Shuni bir joy qo'chqorchi. 7 million so'mga olibdi bularni. Qayerga ketyapti bular? Bular Chimboyobodga ketgan. Chimboyga ketyapti. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana bug'doy arpa kunjara narxini so'ragan akalarimiz uchun narxni aytib o'tamiz do'stlar. Bug'doy 2900 mi? Sovli. Sovli bug'doy 2900 mana. Makkaylar qancha ekan aka? Makkaylar 5 mingdan ekan. Kecha bir akamiz ham so'ragandi, Telegramda yozgandi aka. Ko'p turgan bo'lsangiz mana like'larni bosib qo'yasiz, xudo xolasa. Yorma qancha bo'ladi? Yormani 3200 ga beryapti. 3200 dan. Sovliniki, ha? Ko'proq olsa kelishamiz. Kelishamiz. 3100 dan bo'ladi. 3100 dan ham qilib beramiz. Ipak bor 74 75 dan. 73, 75 gacha ko'proq olsa kavi bor. Aklarimiz Nuroboddan do'stlar, qancha ko'p olsangiz dastavkalar ham bo'laveradi. Mana, Nesli makkaylar. Un mahsulotlari ham bor. Ular 100 dan 200 gacha. Ha? Aloqa ichib quramiz, nomerlarni aytib o'tamiz. Hamma narsa bor do'stlar akalarimiz. Aka 77lik 36 36. 77lik 295 36 36 ga yotib ham qolib ketgan do'stlar. Aloqa ichib quramiz. Kunjara mahsulotlarimiz mana sizga 6000 so'mdan aytilyapti kilosi bu do'stlar. Kunjara mahsulotlar. Makka o'tkazilgani qancha? 6000 dan bular bu. Bu ham 6000. Ha? Boylar bor 80 mingdan. Boylar 80 ming 5 litr. 5 litrlik Paxta yog'i. sel. Ha. Yorma qancha bo'ladi? Bu 80 ming xaltasi. Xalta 80 ming. Va bug'doy yorma? 3400, 3200 so'm. 3200 so'm bug'doy yorma, maydasi ekan bu. 200 so'm o'g'li bug'doy zo'r. Sovli bug'doy.
Katta Qo'rg'ondan, ha? Nomerlar necha edi? 93lik. 720 90 34. Ko'proq vosita dastlabkilar bo'ladi, aka. Dastlabkilar bo'laveradi, aloqaga chiqib ko'ramiz. Arpa mahsulotlarimiz mana. Bu so'lim lalim. So'li 3300 dan deyilyapti. Arpa mahsulotlarimiz. Bo'daychi? O'da 29 beryapsiz. 2009 kelishtiramiz. 2900 dan. Ha. Kunjara qancha bo'ladi? Kunjara 5000 5700 mi? 200 ha. 5200 kunjaramiz. Yorma qancha? Yorma 3200 beryapti. 3200. Tonlaga 2800 beramiz. Ko'proq kelishilgan narxda bo'ladi, dastlabki xizmatlari ham bo'ladi. Nomerlar necha aka? 93lik 237 93lik 237 45 44 nomerlarga aloqa chiqib ko'ramiz. Do'stlar, mana xudo xolasa somon mahsulotlarimiz, yangi somonlarimiz So'li somondan boshlayapmiz. 16 ming so'mdan kami bor olgan odamlarga, akalarimizga 15 dan ham beramiz deyapti. Mana sizga So'li bug'doy somonimiz. O'zimizda Nurbuloqniki. Aka, nomerlar nechi? 88lik 639 66 65 nomerlarga aloqa chiqib ko'ramiz. Kelishasiz, dasturkalar ham bo'laveradi. Vida perslarimiz do'stlar, e'tibor qilamiz. Birinchi o'roq katta moli cho'klari yo'q, mayda vida. 35 mingdan aytilyapti. Aka, to'ppa vida? Yana bor ha? Nomerlar ayting. 99lik 99lik 133 133 27 74. 27 74 akamiz Nurbuloqdan aloqaga chiqaramiz 35 mingdan mana. Ko'p olganga kelishamiz. Kelishamiz. Aloqaga chiqaramiz mana do'stlar. Toza videolarimiz. Kami bor 35 mingdan kelishtirib beryapmiz deyilyapti mana sizlarga. Qayerga ketyapti bular? Ha, maktabgacha. Dastlabki Nurbuloqqa zor bo'lsa kelishamiz, ha? 35 mingdan dolsa kam bor deyapman. Nechinchi o'roq bu? Ikkinchi o'roqmi? Ikkinchi o'roq. Ikkinchi o'roq. Somonlar qancha bo'ladi? Somon, lalimi somon 18 ming. Lalimi somonlar 18 mingdan mana do'stlar bu yoqda. Bug'doydiki. Bug'doydiki. 18 mingdan. Maydasi bilan birga qilingan. Ha. Maydasi bilan qilingan, dolasini altdan ko'rsatib qo'ying do'stlar. Mana shu lalimi somonlarimiz. 90likmidi nomer? 90lik ha. 270 98 55. 9855 nomerlarga aloqa chiqaramiz do'stlar. 90lik. Juda bo'ldi. Jizzaxnikini so'raganlarga mana do'stlar. 16 mingmi? 90lik ko'riz. Ha, katta ekan purslar. Ko'prog'iga qancha? Mikrofonga kelishtiramiz. Ilar o'zidan chiqib biza kelishtirib beramiz. Mana shu kanaldan chiqqan obunachilarimizga. Dastlabki bor. Ha, bu Nurbuloq TV kanalimizga qo'yilyapti, to'g'risi. Dastlabkilar bo'ladi. Nomerlar nechi? 95lik 95lik 002 22 98. Mana do'stlar. Aloqaga chiqaramiz. Jizzaxni somonlar. Qamish mahsulotlarini so'raganlarga mana sizlarga 7000 so'mdan deyilyapti. Pastga tushirilmagan ekan, lekin katta deyapti. Bo'ylar 4 metr deyvering. 4 metr bo'yi, ha? Olayotgan aka-ukalarimiz tekshirib olaverasizlar. Bo'ladigan 7000. Bo'ladigan. Dastlabki bilan. Shunday. Ha, ko'proqsa? Ko'proq olsa. Dastlabkalari ham bo'ladi. Nomerlar nechi edi? 93lik 230 230 58 88. 58 88 nomerlarga aloqa chiqaramiz. Katta Qo'rg'on, ha? Katta Qo'rg'ondan akalarimiz. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa bozorimizga teraklarimiz ham tushgan ekan. Narxlarni tanishtirib o'tamiz. Nech pulda bo'lyapti diametrlari? Uzunligi 4,5 metr. 4,5 metr uzunligi. Ha. Mana shu 40 ming. Aha. O'rtadagi 20 metr. Biroz kichikroq, 20 ming so'm. Ha. Mana buni bo'lmasa 100 ming. Bolaliklar 100 ming so'm. Necha metrlik? 4,5 metr. 4,5 metrliklar ekan mana. Dastlabki Dastlabkilar bular kelishamiz. Kelishamiz. Kami ham bor. Kami ham bor. Aha. Kelishamiz.
Qayerdaki? Katta Qo'rg'onniki do'stlar, xudo xolisa. Kimga mana shunday terak mahsulotlari, terak boronlar kerak bo'lsa aloqaga chiqamiz. Nomerlar 99lik 575 575 27 44. 2744 ha. Ana shu nomerlarga aloqaga chiqaveramiz. Turizmga ham bor. 250 300 400 gacha. Mana do'stlar, yosh oilalarga tandirlar. 5 xil. Ha? Yer tandir, osma tandir. Hammasidan bor. Qurib berishlar bor. Dastlabki qurib berish xizmatlari ham bor. Qayerdaki edi? Ulusniki, Nurobod Ulusniki. Nomerlar nechida? Telefon nomeri? 94lik 559 5196 nomerlarga aloqaga chiqamiz. Nurobod Ulusdan qolsa. Dastlabkilar hammasi bo'ladi. O'rnatib berishlar xizmatlari ham bor. Do'stlar, tarvuzlarimiz mana xudo xolasa. Qovunlarimiz, tarvuzlarimiz. Nech puldan bo'lyapti ekan? 5 mingdan bo'lyapti. 5 mingdan 2 ta 15 minggacha. Eng kattasi nech pul? Eng kattasi 10 ming. 10 ming ha. Eng kattasi 10 ming so'm. Maydalari ham bor mana, 5 mingligi ham bor. 2 ta 15, kattasi 10 ming. Qovunlar-chi? Qovunlarimiz bor 15 mingdan 10 mingdan. 10 mingdan 15 minggacha. Mana. Qovunlarimiz. Qayerda mahsulotli? Mirobodniki ha. Bundan tashqari yana ko'p ha? Nomerlar qoldiramiz. Nomer 93lik 566 566 66 94. Aha. Ko'p olaman degan akalarimizga mana kelishilgan haqda xabar berishamiz deyapti Miroboddan akalarimiz. Rahmat. Hurmatli obunachilar, videoni yakuniga yetkazamiz. Albatta layklarni bosib, kommentariyada fikrlarni bildiramiz. Do'stlar, boshida aytib o'tganimizdek, aka assalomu alaykum yaxshimisiz. Ekranda katta nomerlarga o'z ehsonlaringizni davom etsa degan umiddamiz. Xudo xolasa do'stlar, ko'p oilalarga yordam beramiz, aytib o'tyapmiz. Birgalikda yaxshilik sari qadam bosamiz. Ko'p oilalar xursand qilamiz do'stlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa u dunyoda savobi katta bo'ladi. Jannat kalitini qo'lga kiritishlaringizga juda katta yordam bo'ladi do'stlar. Ko'p yaxshilik qilishimiz kerak. Hammangizga rahmat. Taylagan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa yig'ilgani, nech pul yig'ilgani va qaysi xonadonga boryapsiz hammasini videolarini sizlarga batafsil namoyish etib boramiz do'stlar. Hammangizga rahmat. Samarqand, Nurobod, Nurbuloq bozoridan video syomkalarimiz bo'ldi do'stlar. Yana bu hafta ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.